O'ylab baxmabdikanman 3 tal tuxum bilan paxtadek yumshoq manda o'xshagan bo'lki silishimni. Buni taq to'xabkida emas qozonda pishadim. Uyda cho'nglar bo'lib qolsa, buvoq balaringlar bo'lib qolsa, og'ziga sap qo'ysanglar, erib ketganliklar shunda paydo chiqibdi. Buni qanday qatdimki, qanamiz birlikda o'rganaylik. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha 4 tal tuxumni chiqib, 1 tal tuxumning seriqini elib olamiz. Buni sal turib pishirtimiz. Endi buningga 3 qo'shiq shakar silib, tuxumni chilib, shakarni eritib olgandan keyin, payuqning orliqida ozroq tuz silvatgandan keyin, cho'ng ustamning ximiturchidan 1 qo'shiq silvitimiz. Cho'ng ustamning cho'nliqi bormish, oilda xamir qilsam, xamirim yaxshi o'lmayotdi degan tuqqanlarimiz bir ishiltib sinab yiqinglar. Ximiturchini silib, eritib olgandan keyin oz-ozdan un qo'yib, xamirni sal bo'shroq qilib yug'urib olamiz. Undan keyin xamirga pishiq may yoki seriq may qo'yib, tekshirlashtirib xamir qilib. Endi buni andalning ustiga ilib, qo'limiz chaplashmaguncha ravurus ishlaymiz. Xamirga yaxshi silsak, bo'lkimiz bek-bek chiqadi. Xamirga yaxshi silsak, videoda ko'rsatgandek, mushuna xamirning ustiga ko'pikcha o'rlab chiqdi. Endi buning ustini maylab, o'zidan biroz yo'g'ongacha saqlaymiz. Har kuni mushunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni yetishni kutayapman. Izdiganda topolmay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayni haqsiz gullarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'ingizga rahmat. Undan keyin xamirimizni o'xshash cho'nglikda zo'l qilib olgandan keyin, cho'ngroq kelgan qalay qachimizning ichini bir maylab etib, mushunga o'xshash yumaloq qilib shakl chiqarib tizib olamiz. Xamirni ustiga maylab, ustiga bo'shammo yepib, o'zidan biroz yo'g'ongacha saqlaymiz. Xamir o'lab videoda ko'rsatgandek mana mush holatga keldi. Endi buning ustiga tuxumning seriqini tekshir surib olgandan keyin kunjitlardan ustiga chechib etdim. Endi buni qaynayotgan qozonga silib, taxminan 40 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Diqqat qiladigan ishlar, xamirimizning ustiga chuqum bo'shammo yeb qo'yamiz. Ustiga bo'shammo qo'ymasak, ustiga suv tamchib ketadi-da, bo'lkanlar yaxshi o'lmay qoldi. Qaranglar, o'ylab baxmabdikanman, qozonda bo'lki pishas manda o'xshaydiganini. Og'zingiz kirib bo'g'ich erib ketgandek ajoyib yumshoq pishibdi. O'rganib oldingizmi?